Parolni qanaqa qilib bilsak bo'ladi endi buni. Xabaringlar bor. Biza faqat mashinalarning ustini rangini o'zgartirib, ustiga bron plonkalar, tonirovkalar yopishtirdik. Bu safargi zakazimiz sizlar hayron bo'lib qolasizlar eshitib, Toshkent City Mall ichidamiz hozir. Paynet kompaniyasini oltin bankomatini rangini o'zgartirib beramiz. Kelganimizda bu yerga bankomatning ahvoli mana shunaqa ko'rinishda edi. Hamma yo'llar ko'cha yotibdi. Ko'p vaqt xizmat qilmagan. Ahvoli uchun mana ko'rasizlar. Germaniyadan olib keltirgan mana shu materialimizdan cho'tki qilib yopishtirib berib, xudo xolisa garantiyalar bilan oltin bankomatda chiroyli holga keltirib beramiz. Eski bandaqa yopishtirgan holatini boya ko'rdinglar, ishilib tozalab bo'ldik biz. Endi mana Goldni bitta yopishtirib sizlarga ko'rsatamiz. Toshkentda bitta bo'lgan oltin chiqaradigan bankomatimiz уже tayyor bo'ldi. Ko'rib bitta baho berasizlar. 6 soatda bitgan ishimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatga keltirgunimizcha 6 soat ketdi. Polnistini tillarang Germaniya materialdan, nemislar materialdan yopishtirib berganmiz.